Anvar Efendi, bayam Şirincan degan naqshingiz bilan Gulbaq Mari güzelimizdeki barliq do'stlar qizg'in ham jushqin kayfiyatda bir maydon uslu o'ynadi. Do'stlarning kayfiyati nihoyat yaxshi bo'lardi. Endi uzundan buyon sizning dil degan naqshingizni ko'pchilik yana Gulbaq Mari güzelimizning burunqi va hozirgi xaridorlari nihoyat yaxshi ko'rib anglab kelmoqda. Bugunmi Gulbaq Mari güzelimizning 10-chi o'rinda o'tgan Kuchadin kelgan do'stimiz Mayra shu o'rinda o'tgan do'sti Tangnur, Gulmira, Ayshigul, Arzugul, Rustamjon, yana Mardanjon qatorliq do'stlarning hurmatiga sizning bu naqshingizni talab qildi. Qani siz shu 10-chi o'rinda o'tgan do'stlar, shundaqla Gulbaq Mari güzelimizda o'tgan barliq do'stlarning hurmatiga bu naqshingizni taqdim etsingiz. Qani marhamat ko'pchilik qizg'in qarshi olaylik. Rahmat sana Anvar Efendi marhamat. Rahmat, teşekkür. Dostlarımninki, meninki şu dil degan yaxshamni yoqtirib anlaganligidan men o'zimni nihoyat xushal his qilaman. Shunaqla mush dil degan naqshamning ikkinchi qitimliq yo'lishlashgan muzikasi orqali xabarliq dostlarimninki bugun qildirishning ko'ngillik bo'lishini umid qilaman. Ham bundan keyinmi shu dilga o'xshash yangi shunday yaxshi naqshlarni ijod qilib davomli dostlarninki o'ltirishning ko'ngillik bo'lishi uchun men barliq kuchimni ayamayman. Oxirida tiligim men sizlarni so'yman. Qani marhamat. Taşlama beni Dinleme beni Dinleme beni Aldama beni Taşlama beni Yarım beni bak dinleme ya Aldima aldama ya Beni bak dinleme ya Aldima aldama ya Beni makkine ya, aldi makkine ya, makkine ya, aldi makkine ya.
Zarımda bunca kıyınamam Aşığımda bunca karnımam Zarımda bunca kıyınamam Aşığımda bunca karnımam Kıyınama beni, aldama beni Taşlama beni yarım Beni bak kıyınamaya Aldima aldamaya Beni bak kıyınamaya Aldima aldamaya Rahmet, teşekkür, rahmet.